أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab-ı Cihadi. Bu cihatninki kitabıdır deydim. Yani cihat kılış. Cihat degan nima? Cihat kısa onunki fazileti. Onun karta berdiğin Allah Teala'nınki mükafati. Mene bu kandak. Anadaki cihatninki hükmü. Bu kandak oldu. Anadaki bu cihatni kim bilen kılmız? Digenninki üstüdeki mene kitap. Mene bu doğruluk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzdeki hedisi da nemi degen. Men muşniki üstüde toxtalımız deydi. Şimdi cihat degan gap bu asli faale yufailu babından çıkan bir mesler. Cahede yücahidun mücahadeten ve cihaden deb. Endi cahede yücahidu olgandaki bu sulası mezid bo'lgan bo'ldi. Buniki sulası mücerret niki babi cahede yecehdu cuhd ve cahd mechud cahid deb bundaq keladi arabcha tilda. Yani cahede yecehdu degan nima o desa, yani kuch chiqadi, tirishdi degan gap. Muşakkat olan bolsa o capa muşakkatniki üzerine o adam meni üstüge elip onu kötedi degan gap. Endi bu juhd ve cahd degan juhd. Yani asli o kuch kuvvet yani takat deydi arabchada. Bu degan gap bo'ladi endi juhd deb kelsa muşakkat. Yani muşakkatninki işini o adam kıldı yani muşakkatlik iş, iğir iş adamninki tabiatiga, nefsiga yoqmaydigan bir iş degan gap endi. Juhdninki ma'nosi. Ondan keyin bu cahada yajadu juhd ve cihat yani juhd ve cahd. Bu bo'lgandan keyin buniki sulas mujarrad cahada yujahidu. Yani cihat kılıştı, yani kuş çıkarıştı. Muşakkatniki yüzü kuş çıkarıştı ki, yani o adam yüzdeki aşı kuşçuniki hemmeni kolunu şu arka en çıkke mene tirişti degan gap endi. Yani şu işini amalga oshiraman deb o adam shuningdek kelgan barliq nima bo'lgan bo'lsa shuniki amalga oshirish uchun barliq kuchni chiqadi. Mushaqqat, japa mushaqqat har narsasini ko'tarib o adam shu orqali kuchni chiqarish orqali shundoq ish harakat etadi degan gap. Asli buniki lug'at ma'nosi bu. Shunga jahada yujahidu safara yusafiru faala yufabilu babından bo'lgandiki bu. Endi ibtala ma'nosi o vaqt o'zida İctihada yectehidu. Hem şunudek hem de cehede yecedu o vakti özüde cedde yecuddu. Cedd. Diyen tirişti, ciddi. Kardi bu işka. Diyen manide bu yılık. Çünkü cehede bilen cehede. Cehede. Yani o daha şıkkısı nimede. Bu kelimede mürekkep tapkan, bu harfin terkip tapkan bir kelimenin manisi asli kuş çıkırış, tirişiş degan ma'nidandir. Yani buniki ibtala babida bo'lgan vaqti o'zida ijtihada yejtahidu degan. Yani bu nima qildi? O'ma tirishdi. Yani butkul kuchini chiqarib bu adam o'ziga bu shu narsani amalga oshirish uchun butkul kuchini o adam meni chiqadi degan gap. Yani bunida cahada mujahid deb kelsa cihat deb kelsa bu yiliqi. Onunki ma'nosi örf odatda shar'iyda boshqa. Endi bu ijtihodaning ma'nosi uni bitirishdi. Barliq kuchni chiqadi bo'lsa-mu, lekin onunki ma'nosi bu yiliqi. Cihat
ma'nosidagi unuga ishlatilmaydi. İctihad degan mujtahid yani. İctihadan pevvan mujtahid o'zaki mujtahidun. Bu adam şu bir meseleni bilish ve uniki mahiyetini o'qish uchun o adam şu yüzdeki ba ilmi kuvvetindeki üzeri, ilmi kuştaki hammasi chiqarish orqali bu adamniki o'zi mana bu o meselega shu yetishga harakat qilib, uni da hech qanday bir kamchilik qilib qo'ymay, men shunday qildi degan gap endi. Ijtihod deganning ma'nosi. Endi buniki cihatdagi shar'iy ma'nosi. Endi bu cihat buniki shar'iy ma'nosida bu alayda bir islomiy bir ism bu. Bu islom dinimizdagi alayda islomniki bir shuar tariqasidagi bir ism. Endi bu islom dinimizda cihat degan nima? Cihat degan mana bir odamniki o'zi, bir mo'min, musulmon, mana shu odamniki o'zi, mana shu Allohniki dinini âli qilaman deb, mana bu odamniki o'zi barliq kuchli ish qilibdi. Mayli u odam o'ziniki jismoniy jihati o'z bevosita bo'lsin, yoki olmaydi u odamniki o'zi, yoki mel bilan bo'lsin, yoki har qanday imkon bor narsadagi hammasini ish qilish orqali bu odam shu Allohniki dininiki taraqqiy qilishi, ravon tepishi, keng taqilishi va uni amillashtirishi va uni har qanday to'sqinlik bo'lgan bo'lsa, to'sqinlikni yengish orqali mana vujudga chiqib, mana qarshi turib, uni barliq kelgan bo'lsa manfaatli qilib, mana buni deymiz, uni jihad deymiz. Ya'ni bunday chiqib ketgan vaqt o'zida ila kalimatulloh, ya'ni Allohniki kelimasini nima qilish, ustun qilish. Mana Allohning kelimasini ustun qilish qilgan barliq nima deymiz, uni jihad deymiz. Endi jihad deganiki o'zini mana bu g'oyiz ashog'an bo'lgandan keyin, usuli prinsip ashog'an bo'lgandan keyin Allohniki dinini oliy qilish degan bu masalaniki o'zida bu odam mana u oliy qilishda endi jihad qilib kuchini chiqarishda, mayli qoral bilan bo'lsin, mayli ilmiy bilan bo'lsin, o'rganish yo o'rgatish yoki odam axloq muomala jihat bo'lsin, yo tarjima yo tashviqot va hokazo narsa kerak bo'lsin. Şu orqali islom dinimizniki o'zini, mana Allohning dini bo'lgan islom dininiki o'zini oliy qilaman deb harakat qilgan bo'lsa, bu bir nima bo'ladi? Mana umumiy jihatdan bu bir jihad bo'lgan bo'ladi. Endi jihadninki endi buning ichidan jiq ma'nosi tarmoq. Shuniki ichidan biz odatda o'qib kelayotgan jihad, ya'ni qurolliq harakat. Bu qurolliq harakat. Ya'ni qurol ko'tarish orqali mana rasmiy askar shaklda bu odamniki o'zi mana dushmanga qarshi mana bo'lgan mushu urushniki o'zini nima deydi, uni jihad deb atildi normalda. Ammo umumiy tarafdan ashul nima qildi. Chunki bu odamlar keyingi mushu mishkatniki keyingi babida jihadning ichidagi qital deydigan mushunda bir bab qo'ydi. Chunki jihadning ichi tarmoqchiq, uning ichida qital va ilmiy o'rgatish, tashviqot qilish, mushundaq o'rganish, tabliq qilish, tarjima qilish, tashviqot qilish deganlar hammasi dinninki manfaati va kishilarga yetkazish uchun, bilish uchun qilgan ishning hammasi jihad bo'ladi. Shuniki bir turi mana qurolliq harakat. Mana asas shu. Endi hozirgi mana Qur'oni Karimniki, hadis Rasulullohniki shu o'ttirib qo'yayotgan asl jihad, mana bu her ikkilisini hem şu öz iş alıyordu. Şunun içinde muhim boğanı qurolliq harakat. Yani qurolliq harakat bunu kurdu. Hem de bu cihatniki özü İslami bir lafz. İslami bir lafz olup, burunki davrinin özüde bu yani qurolliq harakatniki nemisin onda cihat deydiğen şey yok. Araplarniki burunki adetindeki özüde ya qital ya ki harp dep müştaçı atıldı demdi. Ataydı. Bu bir İslami isim. Bu İslami isimning o'zi qandaki musulmon, mu'min, solih, muttaqi deganda bu İslami bir nima o talaffuz. İslami talaffuz bo'lgandan keyin buni qartab bergan mukofot Alloh taolaning Qur'oni Karim payg'ambar sallallohu alayhi hadislarda nihoyat katta. Bu hammadan bunuga mujohid ham jihadga qilolmaydi. Alloh in'om qilgan rahmat qilgan odamga bo'la oladigan gap. Endi bu jihad asli islomiy davlat bo'lgan bo'lsa, islomiy davlatniki mana bu nima bo'ladi, ya'ni askeri kısmı. Askeri kısım yani şu asker olan bolsa uçanlık özüden İslami devletindeki müdafaa ministri.
Munaba menesinki üzü bu nim boludu o mene cihat boludu İslami devlet. Hem yeni zamança onu neme deydi hem de müdafaa kısmı deydi o. Mesela askerler bölümü diyemedik. Hem işte namıyla ataydı ama bizdeki İslami dinimizdeki telaffuzu da cihat. Devlet nemesi boyun boğan olsa onu neme dep ataydı onu asker. Yani mukatil. Yani askerin devleti qoğdaydıgan, İslami devleti qoğdaydıgan bir mücahit. Yani asker boğan boludu. Endi cihat degan bir gap bor, qital. Yine birisi harp deydi, 3 xil. Yine birisi unf deb ishlatadi va uni boshqa irhab deb mushtaq ishlatilgan nima bor? Talaffuz bor. Misliki qo'llangan nimasi ayrim. Endi qital desa, o'chani qatil, yo'qotil, muqatil. Qatala o'ltirdigan gap, o'ltirdigan ish degan gap bo'ladi. Bu o'ltirdigan ish bo'lib, ikki taraf mushtaq urushib bir-birini o'ltirman deb ma'noda. Ammo shu urushniki o'zi bu odam niyatida ila kalimatulloh degan bo'lsa, o'chani o'zida bu jihad qaylanadi. Agar uni maqsad qilmay yoki o'zining bevosita vatan yoki millat yo demokrat yo kishilik huquq yoki ozod qilish deydiganda bu ideologiyani mana ashla o'tirib qo'ygan bo'lsa, bu nima bo'ladi? O'cha jihad bo'lmaydi, u muqatil, ya'ni qital bo'ladi. Endi urushish. Endi harb degan, bu harb degan nima? Harb degan qurolni ishlatish orqali mana qilinadigan harakatniki o'zi nima deydi? Arabchada harb deydi, ya'ni qurolli harakat degan gap. Endi bu yana birisi irhab. Irhab degan gapniki o'zi mana bu asli Arabchada arhaba yuruhibu irhaban. Rahaba yaribu rah deydi, qo'rqdi degan gap. Xavf degan ma'noda arhaba yuruhibu irhab degan qo'rqatdi degan gap. Mana bu qo'rqitish orqali, ya'ni tahdid ishlatish orqali xalqni nima qilgan gap, uni boshquradigan gap. Uni qo'rqinch soladigan gap, bu nima o? Irhab bo'lgan bo'ladi. Endi bu jihad mana islom dinimizda ajoyib katta bir ne'mat. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavandimi keladi. Men shahid bo'lib, munachqatim o'lib, meni shahid bo'lib ketsam bo'ladi ekan. Kamma deb. Mushni orzu qilma degan mazmunda tavanda shunda ayilsa o'qiladi. Bu ajoyib katta bir ne'mat. Endi bu musulmon bilan musulmonniki o'ttirib bo'lgan bu urush talashniki o'zi fikri o'xshamaslik yoki olmaydi ko'z qarash, dunyoviy ko'z qarash yoki dunyo manfaat yoki huquq yoki shuni qarab podshohlik yoki hokimiyat talishi orqali bunday bo'lgan urushniki o'zini buni jihad degan olmaydi. U nima? O'z ichiga bo'lgan harb. Ya'ni o'z ichiga qital deyiladi. Bunun qarta İslam dinimizdeki Kur'an-ı Kerim'de cihad deb atalgan bu ameliyatdaki, bu talaffuzdaki qandaq ekanini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'ziniki amaliy harakati orqali bu jihad bo'ladi deb Badr urushi, Uhud urushi va undan boshqa urushlarniki hammani o'z amaliyati orqali nima qilgan, ko'rsatgan. Mana shu ko'rsatganga asosan mana o taraf kafir, ma taraf musulmon. Mana buni nima deymiz? Uni jihad deymiz. Bo'lmasa uni jihad degan olmaydi. Shuningdek, mana Xulafo Rashidlarniki davrida mana kafirlarga bo'lgan islom dinimizga qarshi chiqqan, uni to'sqin qilgan ibbogan urushning hammasi jihad. Endi uningdiki bo'lgan urushniki o'zi ikki tarafda bo'lgan urush talash, buni hech qanday bir yerda uni jihad demaydi. Ya'ni jihad demay, u ikki urush, fitna urushi deb ataladi. Masalan, Ali radhiyallohu ta'ala anhu, Muaviy radhiyallohu ta'ala anhu, Aisha bilan Ali radhiyallohu ta'ala anhu. Shuningdek, uningdiki keyingi davrniki o'zida mesela Abdullah ibn Zubayr qatorliq va uningdan boshqa keyin jiq urushlar bo'lib ketdi. Shu urushlarniki hammasi hech kim bu yerda jihad demaydi. Endi jihad demaydi, uni ichki urush, bu fikriy urush, xatolik urush deb ataladi. Bu aslida bu nima emas, bu to'g'ri emas. Endi bu inson bo'lganlik shunday bo'lgan ekan, o'chani o'zida Ali radhiyallohu ta'ala ona Muaviy radhiyallohu ta'alaning o'tirib bo'lgan urushniki o'zi bu jihad bo'lmaganligi bu xatolik. Bu aslida biz e'tiqod qilishdan Ali radhiyallohu ta'alaniki qilgan xalifalik nimasi bu to'g'ri. Bu haq. Lekin Muaviy radhiyallohu ta'alanhu o'zi fikr qilish jihatda xato ketib qolgan. Men to'g'rini topaman deb ijtihod qilib xatoni ketib qolgan deb boshqa nima qilamiz? E'tiqod qilamiz. Endi Muaviy radhiyallohu ta'alaniki umma bir sahoba bo'lgan ekan,
Endi bu adamniki ishniki o'zini mana biz ashta deb tushungandan keyin Alloh taolo o'z xolisa afu qiladi, xolis shu jazolaydi, u Allohning ishi. Lekin bu sahoba bo'lgandiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suhbati tug'andan keyin u alohida imtiyoz, alohida nima mukofotga erishadi. Bu to'g'ri Qur'oni Karim de bir qancha yerda oyat yana o'qilib bor. Shu oyatga asosan Alloh hammani biladi. Bilib turib yine Allah raziyallahu anhum ve razu an degan mazmunda undan boshqa Alloh rozi bo'ldi va mundaq bo'ldi degan oyatlar çok bor. Biz ashta nima qilamiz, uni e'tiqod çok qilamiz. Endi bu jihadniki mukofoti shunda bir yuqori. Asli jihadniki yo'l qo'yilishi bir islomiy davlat bo'lgan bo'lsa, islomiy davlatniki birinchi bu urushni, ya'ni jihad nomli urushni yo'l qo'yish bu islomiy davlatniki amr farmonlar bilan, ya'ni imomniki farmoni bilan deydi. Buni bilan bo'ladi. Buni bilan bo'ladi. Buni bilan bo'lgan vaqtdagi o'zida asli bu urush imom buyruq qilgan vaqtdagi o'zida bo'ladi. Buniki barlik kirishniki asos maqsad niki maqsad ikki taraf bo'lishi shu ish bo'lgan vaqtda o'zi bo'ladi. Birisi islom dinimizdagi da'vatni tinch aman butun yer sharidagi insonlarga yetkazish. Mushu da'vatga to'sqinlik qilib kim unmasa adam evatib yoki oyoq boraman deb uni unmaydi, to'sqinlik qilib uni qarshi turgan bo'lsa bu vaqtdagi o'zida dinimizni mana dindan iborat bo'lgan bu mukofotniki o'zini butun yer shariga yetkazish uchun buning bilan nima bo'ladi? O'chan o'zida jihad qilish o'chan o'zida farz bo'ladi. Birisi mana bu farz bo'lgan urush. Yana birisi mudofaa shaklidagi nima urush. Mudofaa shakli degan bir mo'minningki o'zining va oilasi, zaminning va o'zi turayotgan ya'niki o'zi dushmanniki tarafidan, kofirlar tarafidan istilo qilingan bo'lsa, istilo qilishniki oldidan, besibilishniki oldidan xiris qilish ashtaq ishlar dush kelgan vaqt o'zida shu chog'da mana shu zaminni qo'g'dash, mana shu vatanni qo'g'dash, shu millatni qo'g'dash, shu dinni, shu yerdagi xalqni qo'g'dash uchun mana uçanın o'zida mudofaa shaklidagi jihad uçanın o'zida nima bo'lgan bo'ladi? Farz bo'lgan bo'ladi. Bu jihadniki farz va uniki nima bo'lishi bu vaqtni farz. Uning deykinki ishlarning o'zida ba'zi vaqt vojib, ba'zi vaqtning o'zida bu ish masalan bo'pti, urush talash bo'lmabdi, xotirjam bo'pti, uçanın o'zida naftiga aylanadi. Uçan davlatning muntazam askari bo'ladi, shu ishni qiladi. Uçanın o'zida mudofaa shaklidagi o'zida bo'lgan vaqtning o'zida mana shu uçanın o'zida Padişah olgan, ya emir olgan, ya ki halif olgan adam umuz çıkışkan, buyruk kalmaz, hem adamlık çıkıp zaten öyle tırışkanmay. Şu 7 yaşlı 70 yaş kişilik, mey er olsun, ayal olsun, bir ruhsatsızlar. Yüzdeki vatanını ve dinini qoğdaş için, şunu da özünün devleti ve halkını qoğdaş için, ben verilgan uruşundaki özü bu cihad buludu, nepir, am dep atıldı. Bu çağda önümüzde bu pers. Hem de hiç kim qaralmaydı, pers, aynı ayrıldı. Onu deyken onda iş bulmağa vakti farz kifaye. Yani bu davetini hatırcam yetkizişken neyim kılışka vakti uçağınızda farz kifaye olup bazı adam çıksa bazı adam çıkmasın olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi hayatı da bazı adamın bazı uçuk vardı, bazıları bağmaydı, yine bazı kayıp kalıtı, yine birisi bazı saz, yine birisi bağmaydı. Bu farz kifaye. Ama resmi bu yılaki besmele şekilde mesela Hendek uruşundaki vücut kirişi. Mana şu hemmisi çıktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde çok kişilik hemmisi. Bu vaktin üzerinde anıdaki farz ayniga ardı. Meyl er olsun, meyl ayal olsun, meyl hiç kanda adam kayıp kalmaydı ama kesel, ağrık, küz gömeygen, tuku. Munda bir adam olsa mesela yaş, peri, munda bir adam olsa onun farz emez. Ama onun başka hemmisi nime, men ayaltım, men andaktım de onda qarab tutuşup olmaydı. Biz muşundaq farzini resmi tushunib shu buncha amal qilmaganligimiz uchun shunda kofir mana besib kirgan vaqtimizda uni qarab turganligimiz uchun mushu farzni ijro qilmaganligimiz uchun biz mushniki jazosini mushu jihatni shu besib kelsin qalab turib mana ashunda qilganligimizning sababidan Alloh taolo bizga mana vatanda tura olmaydigan vatanning sirtiga chiqibmi yine xotirjam turamayni qo'rqib shunda qo'rqishning holatda buni kelyapmiz. Endi vatanimizdagi qanday ekanini hozircha bilamiz. Yani bildik. Mana mushuni biz ijro qilgan bo'lsak, asli bunda holati çok bo'lmaydi. Biz endi jihadni deb urush qilsak, jihadni deb ish qilsak,
Uçağınızda bizdeki dünya ve ahiret acayip bir paydası var. Acayip paydası var. Mesela dünyadaki uğraşlar, mesela dünyadaki her devlet, her fırkadaki, her ideolojideki insanlar yüzdeki ideolojisi o milleti vatani deb uğraşıyordu. Eğer vatani deydi o, ya ki ideolojiya olgan, ya ki proletariyat, ya ki sosyal, ya komünist deydi o, ya ki padişahlık deydi o, ya ki millet deydi o, ya ki vatan deydi. Bu arka uğraşıyordu. Bizdeki uğraş, yani cihattan ibaret olan bu uğraş, şununla birlikte Allah'ınki razılığı deb, Allah'ını deb okıldan uğraş. Yani Allah'ın dini deb. Uçağınızda bizdeki, mana qandaqligimiz paydan üstüde. Eğer ölüp ketsek şehit, eğer emmi uçak ölmey, hayat qalmasa gazi olup, uçağınızda mana onundan katta mukafat çok olmaydı. Biz her qandaq vaqtimizda biz ilah kelimetullah, asasen dinni deb. Dinni alaqalımız geldiğimizde bivasıt dinlemez, vatan bilen millet taşlap koyumuz emez, şunun içinde var. Şunda kılsak bizler uçağımızda tefhim olan dünya ve ahirette ziyan tatmayız. Ma dünyada ma beşimiz vicdanımız rahat manıdan ölgenden keyin andık bunun soruğu var. Sen ne için uğraştın da bu doğru hedisi var. Mana bu uçağımızda bizim niyetimiz şu arkalıkan hareket olgandaki biz uçağımızı Allah'ın aldığı bağa vaxtında uçağını yeni kutlayımız. Biz her taraftan biz mukafatınki üstüge bolumuz zaten. Bu uruş yani bir devletninki uruş yani askeri kısım yani qandaq oludu, onu qandaq oludu, meni mush to'g'riliq. Birinchi fasl. Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Abu Hurayra, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Bir adamiki o adam Allah'a iman etse ve Allah'ınki Resulü'ne iman etipti. Namaz okuptu ve roza tutkan bolsa boludu mene haq oludu Allah'ınki üstüge şu ki kirgizge u kişini Allah cennetke. Mene o adam iman etip Allah'ın Resulü'ne mene namaz ve Ramazan'ı. Yani bu yerde ikisinin değişiklik üzeri bu yerde zakatların her şeyinki değişmez demesinin üzeri. Ya uçağın üzeri zakat ya hac. Çünkü hac degen Hicri'ninki 8. yılı. Bazı ulemaların değişçi asasen 8. yılı farz olgan. Onun aldı bolmagan deydi o. Ya 8. yıldaki degen ya onunki aldı da zakatınki o farz oluşumun şu keyinki davrinki üzeri bolgan. Ya olmaydı bu namaz bilen bu yılki Ramazan'ın üzeri o her kandak şart yok. Bazı zakattan hac qaraga vaqtimizdan. Zakatınki bay buluş gerek. Mana onunki şart olgan baylağa ne bolup farz oldu. Ma hac degen safar qila olgan iqtisodi va adam, uni taqat yetke adam bo'la oladi. Ammo namoz bilan bu Ramazonning o'zi unda bir shart yo'q. U adam balog'at yetsa, mana aql o'shi joyida bo'lsa, uçan o'zida er olamda, ayol olamda hammasiga farz. Anda ondan keyin bu adam iymon etib bu ikki ibodatni bu adam to'liq bir shaklda rasmiy bilib, tushunib, o'qib, men mushundaq qilgan bo'lsa, mana bu ikkisi eng muhim, ham zakat ma'nosi bor. Mana agar uning shart tepilsa bo'lmay qiladi o adam. Men mushtaq bo'lgan bo'lsa, bu odamniki shu Alloh jannatga akirishi Allohning ustidagi nima haq. Jazman akirdi Alloh deydi. Endi bu yerda majbur emas. Ya'ni Alloh o'zidagi rahmati bilan jazman nima qiladi o akirdi. Mayli jihad qilsin o odam Allohning yo'lida yoki o'ltirsin o odam o'ziniki tug'ilgan zaminida. Mana Allah o adam cihat kısmı kısın. Ya ki o adam tolganca cimmedi hicret kılmayın. Yani aşağı üydün çıkmayın. Men aşında kan bolsa bu adamlık üzerine Allah ne makuludu? Men cennet ekirdi o. Deydi. Hem de bunu karga vakti üzerinde cihat nime mesela hem adamı perzemez. Çünkü İslam dinimizdeki asas rukun nime 5. Nimesin cihat bulmaydı desen. Çünkü cihatniki yolu koyuluşundaki şartı var. Şu şart tepilse anladaki şu buludu. Bu şart tepilmeye vakti üzere o her bir adamga mesela düşmanlar Müslümanların ki zeminini bastırıp kemiğe vakti üzere ya kişilik alıp hiç kana adamga yani ki hem adamga perz olmaydı. Yani onun aldığı ne buludu perz kifaye oludu. Anda o anken bu İslam dinimizdeki nimesi mesu asas rukunçu emez. Şu boğa vakti üzere andaki rukunluk aynı perz aynı aydınlıdır. Şunun için İslam dinimiz cihatdaki üzerine
Mana bu islom dinimizdagi asos rukunniki birisini qilmaslik sababchi shu. Mana bu hadisda payg'ambar alayhisalom mana mushu gap qarg'a vaqtimizda jihad nima emas ekan, farz emas ekan, aqoga ibodatga o'xshash degan shu gap chiqdi. Endi u odam o'zining tug'ilgan uyda o'ltursin degani qarg'an chog'imizda buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana bunda qarg'an vaqtning o'zida shu Makkani fath qilgandan keyin degan kepi. Makkani fath qilishdagi oldida bu nima bo'ladi u chog'imizda Makkadan Madinaga hijrat qilish farz. Ya'ni Makkani fath qilishdagi oldidan shuningdek u yerdagi men atrofidagi kofirniki shu mahallasi qabilasi turib mana o musulmon bo'lgan odamniki o'zim u yerdan Madinaga hijrat qilish nimati o farzdi. Endi mayada o'zining tug'ilgan joyda o'ltirsin degan, ya'ni Makkaniki fath qilish o'zida hijrat tugadi. Madinaga, chunki biz islom zimmiga aylanib bo'ldi. Anda bu odam o'zining uyida o'ltirib jihad qilsin yo qilmasin, chiqsa chiqmasin, o'zining uyining o'zi chiqsa chiqmasin, u chog'imizda mushu 4 narsaniki o'zini mana iymon etish, Allohga, Rasulga va namoz va Ramazonni tutsa, bu odam meni nima qiladi? Jannatga kirdi deydi. Degandan bular dedi. Sahabalar. Afala nubashir bihin nas. Meğer Peygamberimiz anlagan sahabe şunu depti. Men bu gapning o'zini biz insonlarga xabar vermaymizmi? Xo'sh xabar, xo'sh qilatmaymizmi? Xo'sh xabar berib, noat xo'shalni berib, mush demaymizmi? Degan vaqtda Peygamberimiz qoldi. Buyuringlar. Jihad qilsin, qilmasin, men hijrat qilsin, qilmasin, uçan o'zida zodi ash 4 narsa rasmiy ixlosdan bilib tushib o'qib turib, men ashda qon bo'lsa, iymon etib, meni iymon asosi bor. Ashda qolib jannat kirdim. Meni jihad qilmasin mayli, uçan jannat kiraverdi. Lekin deydi Peygamberimiz. Xabar beringlar. Yani bunu eslab ham jihad qilmasam bo'ladi ekan, hijrat qilmasam bo'ladi ekan, deb unda qilsam bo'lmaydi. Qanday? Chunki cennette 100 tane derece var. Mana bu 100 tane dereceniki o'zini Allah'nınki yolida jihad qilgan mujohidlarga tayyorlab qo'ydi. Siz ham jannat kirmadigani kirib o'ltirmaysiz. U yerda turli darajalar bor. Hammadan mening darajam ustun bo'lsa, yuqori bo'lsa yaxshi ko'rdi. Unda o'g'andan keyin mushuk narsani biz namoz o'qib, zakot berib, bu shu namoz o'qib, ro'za tutiblar. Allohning Rasuli iymon etsalar jannat kirib ketmaymiz dema. Kirgandan keyin mana nima mujohidlarga tayyorlab qo'ygan Allohning 100 tane darajasi bor. Unda o'g'an jihadchi qiling. Bu yer targ'ib. Mana ikki darajaniki o'ttirisidan, ya'ni 100 tane daraja var. Şu 2 tane darajaniki o'ttirisiga narsa qandaqki osmon bilan zamindagi o'ttirisiga narsa o'xshashdir. 100 tane daraja bo'lgandan keyin har bir darajadan yana bir darajaniki martaba bilan yana bir martabaniki orlig'i osmon bilan zaminniki orlig'i qancha kilometr? Shundoq cho'ng deydi. Mana osmon degani nima? Mana osmon yuqori. Yuqori degani havo boshqa hammasi, ya'ni biz asos osmon deb kelsa, mesela ay, quyosh, mana mush atrofidagi nima deymiz? Planda osmon deymiz. Unda o'anki yer sharining osmonniki mush plandaning orlig'i masalan ay bilan 300 ming kilometr. 300 ming kilometr. Men quyosh bilan zaminning orlig'i cho'ng 1 million, yani 150 neçe milyon kilometre. Yani şundak keng deydi endi. Muşundak keng. Endi qachoniki so'rsangiz Allohdan siz bir jannatni va jannat kirsam bo'ldi, jannat vasi Allohmi jannat kirish deb so'rsangiz, so'rangsiz shu Allohdan Firdavsni so'ranglar. Firdavs degan nomli jannatni cho nima qilinglar? So'ranglar. Chunki bu Firdavs degan jannat cennetniki en yaxşısıdır ve cennetniki en yukarıcı orada turduğunudur. Ve bu Firdevs cennetniki üstüde bağlıdır Rahman Taala'nınki erşi var. Yani Firdevs üstüde Rahman Taala turduğun, yani Allah Taala'nınki erşi şu aşağı şu ban. Yani bu Firdevs cennetten kalan cennetniki irikleriniki yüzü aşağıda ne çıkıdığın yani tepeccer yani itilip yani onunki qalan cennette aşında birinida nima bor? Süt, yin birinida asal, men aşında yin birda aroq, men ekib turgan
neçxil işte 4 xil işte nima eriqlar var. Şu eriqlarniki asosan manbai nereden keladi? Firdevs jannatdan keladi. Anda oğaniki sizlar men şu men iman etdim, men roza bilan namoz o'qidim deb qalab turmay, jannat kirdim, mushta katta mukofot olgani siz jihad yo'q qilinglar. Jihad qilmasanglar, shu jihad qilsanglar, andan Alloh taologa shu Alloh sizniki amalni qabul qilib, shuninglar birlikda Alloh siz jannat mushta mukofot yo'q berdi. Dedi. Ya'ni demak, men bunga asosan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jihadni o'zi nima qildi? Targ'ibchi qildi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mücahit doğan adamniki men okşi Allah'nınki yolunda. Yani Allah'ın yolunda mücahit doğan yani Allah'ın yolu cihat kıptı. Şu cihatka adamniki mene okşi nime okşaydı o adam dese o adamın okşılışı mene rozu tutkan kaim boğan yani keçi kündüzü rozu tutup kechicha nafli ibodat qilib uxlamay mana qonit bo'lgan davomli ibodat qilib Allohga tazarru qilgan qonit degan asli ibodat qildi degan gap tazarru qilib Allohga mushtaq qilib turgan odamniki u nima bo'lgan Allohning oyatlarini Allohniki oyat Qur'onni Karimni o'qib tazarru qilib yig'lab kechicha ibodat qilib kunduzi ro'za tutgan mana odamniki misoli uchun o'xshaydiki mana susib qolmaydi mana bu odam ro'zadan va namoz o'qishda nima qilmaydi? Susib qolmaydi. Hattoki qaytgan mujohid Allohniki nimasiga, Allohning yo'lidagi mujohid o'zining yo'li uyiga qaytgan qadar mushta savob bor. Ya'ni bu yerda kechicha namoz o'qigan, kunduzi ro'za tutgan, tazarruq xushida davomli qilib turgan, davomli qilib turgan odamning o'zi mana ro'za tutish va namoz o'qishdan susib, yani bundaq bir to'xtab qilib, mana yerib qoldimmi demaydigan odamlarga nima qilib o'xshaydi. Mujohid deganniki fazilati mushundaq. Anda o'g'adiki mujohid men davomli Alloh yo'lida men Allohning dinini oliy qilaman. Mushundaq zulmga qarshi, mushundaq besvaldi vatanni men islomiy tuproqniki o'zini ozod qilib, vatan millatni men Qur'oni Karim bo'yicha mushundaq mang'ilgan shu bo'yicha men idora qilgan qilaman deb bu odamniki o'zi ishtaqan bo'lsa, men bu odam o'zi ba'zi vaqt susib qoladi. Mücahit yolda ketip berip, bazı vaktin özüde manda olib qoldi. Shunda bo'lsa-mi, chiqqanni tatib, shu bu adam uy ketgan qadar, uyga, ya'ni u yer jihad ishini tugatib, o'zi uy ketgan qadar, mushunda kechichi namoz o'qib, kunduzi kashki ro'za tutib, mushunda susib qolmay, men suqini qilib qolmay, mushunda adam savobini oladi. Ya'ni demak, mujohid bo'lgan odamniki fazilati mushunda nima u katta deydi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene talladı. Allah Teala yani ahdi kıldı. İntedebe degan kishini davet kıldı degan gap. Mayadki manisi ahdi kıldı, va'da kıldı degan gap. Va'da kıldı Allah Teala anda bir kishiniki chiqdi u Allohning yo'lidan. Men Allohning yo'lida chiqibdi. Ya'ni men dinni oliy qilaman, dinning manfaati uchun ish qilaman, taraqqiyot uchun deb mushtaq ish qilaman degan odamga chiqibdi. Lekin chiqmabdi bu odam. Mana u odamni mana shu Allohning yo'lida bo'lgan shu odam chiqamabdi, faqat menga bo'lgan iymon. Men Allohga ishondim, Allah mushtaq qildi deb Allohga ishonib turib va meniki elchilarimga nima qilgan tasdiqqa ish chiqiribdi. Yani o adamın Allah'ın yolunda men Allah meni müştak farz qilibdi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müştak debdi. Peygamberimiz sözü haq de. Fakat şunu debdi bu adam xalis Allah'ını deb bu adam Allah'ın yolunda men cihat qilman debdi chiqqan bo'lsa, Allah şu adamı va'da qildi nima deb? Shuni va'da qildiki, qaytirman u odamni anda bir nimasalarga yetdi u odam ajrdi. Yetken nersi nimo? Şunda cihat qilmak chiqdi, ajr oldi ana. Shuna katta. Men bunuga nima qilaman? Yetkizman. Jazba u odam ajr oladi. Mana u odam shunda chiqish amanamla, yani urush bo'pti, bo'lgandikin, u yerda g'aynimat bo'lmabdi, shundan yenib ketdi. Men ajr oldi mujohid mukofotini.
yoki u odam nimaga g'animatga yetdi. Ya u odam u yerga berib, u yerda kofirlarniki u zaminni fath qilib, u yerdagi mollarni musodir qilib, shuni g'animat oldi. Shuning bilan u odamni nima qilaman? Jazma buni bilan nima qilaman? Yondiraman. Agar u odam aşağıda yalaki kafirninki zaminni fath qilib, ayat qandiki, u yer mollarni musodir qilib, bu men jazma ashtaq qilaman. Yoki bo'lmaydi, u odam buni qilmabdi, u odam aşağıda berib, u odam ayat shaytib ketibdi. Shaytib ketgan bo'lsa, yoki u odamning o'zi jannatga nima qilaman? Kirgizaman. Men mushundoq 3 tane narsaning o'zini men Allohning yo'lida chiqqan, men Allohni deydigan, Allohning rasuli mushtaq deb ila kalimatulloh uchun chiqqan odam berilgan mukofot men mushu deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men Alloh taolo meni mushundoq dedi deb bizga deb beryapti. Unda o'l ekan Allohga payg'ambar sallallohu iymon etsak, shu orqali jihadga vaqtni faqat Allohni deb qilsak, ila kalimatulloh asos nishon maqsadimiz bo'lsa, biz mushu mukofotga nima qilamiz? Erishimiz. Shundoq chiqqandiki bizning qadimimiz zot foyda. Agar o'lmasak, g'animat olsak u foyda. Ya g'animat olmay tirik qaytib kelsak g'ozi. Bunda bir ajr va ila o'lib ketsak-chu, dunyo bag'oti jannat kirish. Manda mukofotning ustida biz. Mening mushu mukofotningki o'zi men mu'min, musulmon deb tuğ'a adamniki o'ziga jihad qilman degan odamga mushu mukofot bor. Ammo bizga-chu bizga men mushu jihadniki fazilatning o'zi shunda o'qib turib biz nima uchun qilamidik? Nima uchun bu jihadniki o'zini bizniki har bir ayon hammasi shunda farz bo'lib ketgan turug'lig'in shunda cho'ng bir mukofoti berdi. Biz endi uni deymiz ya bunu deymiz. Alloh taolo bizni yaxshi ko'rganning bir alomati, bir belgisi bizga dunyo yuzida eng eski, eng nachar. Mana bu Yahudi Nasaramığı eski, onun nemi yok. Ama o Allah badep hata devadıdı. Ma kapırlar o yok devadıdı. Şunda yok devadıgan minden, 100 minden, 10 minden lık kapırının üzerine biz için teyyakıp koydu. Ben bu kapırının üzerine ya başka devlet, başka yerdeki adamlar tepilmaydı. Eğer ben şundan nubagat erişmen dese, mesela Araplar ya o ya bir devletki adamlar o işki uğruş kılamaydı o ya da kısmına işki uğruş oldu, hata oldu, adamlar hata. Bunu o mükafatı tapamaydı. Ama biz için Allah yenimizden muşunda bir kapır, hatta bastırıp jügürüp ekipedi. Ekip verip durup muşunda mükafatın özü biz okumayın. Onun deyken şunda bir nimetini okumayı apırıp başka yerde okşayı deyip jügürüp girip hatalık işini çok ekpadık. Bizge Allah muşunda bir mükafatını çok beğen. Men muşu mükafatını öldürsek çıksak bir sevap emez mi? Acayip değil mi? Bizim hayat bu dünya hayat emez. Bu hayat çok vaktince hayat. Ama ne kadar ülüp ketimiz. Eğer biz ülüp ketsek bizim balvakalarımız, tuqqallarımız, ağırlarımız, milletimiz şunun meyvesi bu dünyada körse bizge çok okşaş olur tövendikleri dediniz. Şunda bir mükafatın üstünde ama bunda bir ideolojiye, bunda bir tunuş bizi çok bulmagan. Bu ismin ait az. Bu Allah o iş gücü kifayet çok kılamagan. Şunu olan kağallarınki çıkmaganlık, muşta pasif halde turuş, ya ki onu karşı turuşun sebebiden muşunda yer şarda hiç kanına bir insan körüp bakmagan bir cinayet, harlık ve izilişinin üstünden. Yani Allah Teala yer şarındaki üzerinde hiç kanına bir milletken bulup bu muşu eserinin yakınki eserinin üzerinden onda bir nimet, onda bir ikram, onda bir hayır ihsan yani yaxşılığını Allah çok kımmat diken. Ama bizi kıptiken biz naklı kapırda hakimiyetinki, kamilsinki aldıdan bu nime mecus, bu putperest. Muşundaq durursun cihat mene, muşun zakat oğanı bəsanımı, manıqsan acayip mukafat olurdu da, mene dinini açtaq kanalına dese, biz onu okumay anladıyken muşundaq bu perzi ada kınmay, şununla muş günü çok kaldı. Acayip inam kan gibi. Yeni bir taraftan zeminimiz aşağı durup kaldı da bazıları nime qarab bundaq yetişip bundaq diyen bolsaq mı? Yeni bir taraftan bizge asli nime en nime katı bir nimet. Esi bu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kasam Allah'ı ki meniki nefsim Allah'ın ki nemesidir, kolududur. Allah'ın kolu doğan Allah'ına kasam ki eğer şu bombası ki cezmen bir minç erkişler Müslümanlardan. Müslümanlardan bir minç erkişler bombası ki
yaxşı olmaydı ularniki nefsi. Şu ki qilib qolgaylar ular mendin. Mana ular mendin qilib qilishdan ularniki nefsi yaxşı olmaydı. Yani ubdan bo'lmaydi. Mendin ağrıp qalsa onun ko'ngli masalan og'riq bulan, qeri, mushundaq urushqichi chiqolmaydi. Chiqolmay ular mana o'mish Madidan qilib qoladi. Mana mushu kishilar mendin ağrıp ko'ngli sunmusun, g'erib basmusun deydigan ish bo'lmagan bo'lsa edi. Vena yin birisiga anladı ekan. Tapolmayman andaq bir narsaki ularga mana shu narsani ustiga ko'tirib, ya'ni ularning ba'zilarning urush chiqolmasligi masalan u yerga minib boradigan yo nima yo'q, to'gi yo'q, yo ot yo'q. Men mushu piyoda menga yiroq. Men mush ish cho'ba. Men mush ish bo'lmagan bo'lsa edi. Men qilib qolmaytimman. Mena bir urushdan ki Sirat degan cho'ng urush degan cho'ng urush bo'ldi, Sirat degan kichik qo'shin. Yani bir qo'shindan keyin meni jihad qildi, g'azot qildi, qo'shin Allohning yo'lida. Allohning yo'lida qiladigan g'azotniki hammasi men qilib qolmay, har birda men nima qildim, chiqdim. Chiqmasin ikki taraf bor. Birisi urushga o'zi chiqolmaydigan ayollar, kichiklar, g'erib, miskin, mujda og'riq, cho'laqli bor. Bular mendan chiqib qolsam, uning ko'ngli nima bo'ladi, yerim bo'ladi. Yana birisi chiqolmaganning o'zi, yana uningga yana urushga bormansa quroli yo'q yoki menga bilasi yo'q. Men mushu odamni deb men Madidan qilib qoldim. Bo'lmasa har qanday cho'ng kichik urushning hammasida men chiqdim deydi. Shunga Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'zidagi hayotida shu 60 necha ming 70 necha qatim bo'lgan shu urushning kimisiga, ya'ni o'zi qancha qatimga 60 necha ming shunda cho'ng kichik urush chiqib ekan. Yani çıkan uruşu varken şu Peygamberimizin hayatında 70 neçe mi uruşup diken. Şu asasen çıkıp diken, bazıları çıkmap diken. Çıkmasmış sebepteydi. Ben qilib qolmaydim de. Çünkü men urush cihatga chiqishgan ajoyib nima katta savab. Yana qasam Allohga mening nafsim Allohning qudrati ilkidir. Har oy men yaxshi ko'raman, shuki o'ltirilganman Allohning yo'lida. Men Allohning yo'lida jihad qilib o'ltirishni men yaxshi ko'raman, qasam Alloh bu ras. Onuniki tirilganman. Yine onuniki tirilib, yine o'ltirilganman. Onuniki yine tirilganman. Onuniki yine o'ltirilganman. Onuniki tirilganman. Onuniki o'ltirilganman. Vallahi billahi men bu ishni yaxshi ko'raman. Chunki Alloh mujohidlarga bergan mukofot degan hech qanday bir odamga yetmaydi bu. Men mushunda mukofot bor. Mushunda mukofot bor. Endi bu mukofot degan normaldagi odamlarniki mukofoti favqulodda yuqori. Mushunda katta bir ibodat bu. Peygamberimiz hatta arzu qilib mushtaq deb ketmasmi? Yeni o'lib, yeni qopsam, yeni shehid olsam da biz shehid olmasa, men o'lmasam, go'yo haq boshqa odam o'lsa, men yossam. Bizda mushundaq to'lish, men mushundaq ideya bo'lgan bo'lsa, hayot degan bu emas, hammamizga ma'lum. Hayot degan u dunyoda. Bu hayot hamma odam deydiki, men jihad qilib, men urush qilib, mening davrimda bo'lsa, men hokimiyat men tutsam, men mushu ozod bo'lganligini, mushunda bo'lganligini men ko'rsam, ey Alloh taolo agar uni nasib qilgan bo'lsa, shunday qiladi. Agar nasib qilmagan bo'lsa, sening balang, tuqqanlaring va qarindoshing, og'aylaring va millating ko'rsam, sen u ko'rgan o'xshash bo'ladi emasmi? Mushunda xolis niyat, mushunda samimiy odamlar bo'lmaganligi uchun shu ishimiz uchun mushtaq qilyotgan gap. Sa'd ibn Sa'd radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, ribatu yawmin fi sabilillah hayru mined dunya ve ma alayha. Mana bir kun ribat turush Allohning yo'lida. Allohning yo'lida bir kun o'zining aşı chigib, islomiy davlatniki chigirista meni qo'g'dayman deb, dushmanlar kelib qolsa men uni to'saman deb. Mana aşındaq turuşniki o'zi, yani bir kunlik postida turuşniki o'zi dünya ve dünyanın üstündeki narsaning hammasini yaxshidir. Manda mukofot bu. Mana islomiy davlat var. İslami davlatning o'zidan. Mana bu islomiy davlat o'ziniki fuqarosini o'zi qo'g'dash kerak. Qo'g'dash o'g'ani qanday qiladi? Chigirga odam evatadi.
qo'g'daydigan, mudofaa qilib qildigan shu adam evadidan. Evatgan bo'lgandan buning qartdan men ashar qo'g'dayotgan, chigirni qo'g'dayotgan, davlatning aminligini qo'g'dayotgan, tajovuz qilgan dushmanlarniki o'zini, men uni qo'g'lab, uni kirdirmaydigan, mushundaq kishilarniki o'zi nima u? Mena mudofaa, ya'ni aşı chigir turadigan qism. Mena aşı kishiniki o'ziga mena Alloh taolo uniki mukofoti ma dunyo. Ma dunyoning hammasi basim uni da yaxshi bir kunda tursa deydi. Mukofot favqulodda bo'ladi, unda yuqori chiqib bo'ladi. Illaki hammangiz turib, men xatarli yerda turmay, men shu askarlik yerda turib, bundaq turmay desangiz bo'lmaydi. İnsonniki asli psixolog shundaq cho'p ban. Men unda yerda turmay, men yerda tursam, dushmanlik qilib qolsa, men qilsam deydigan. Mana aslında xatarni qo'rqmay, ashda tursangiz, bir kun tursangiz Alloh mushna mukofot beradi deydi. Asli ribat degan nima? Ribat degan rabata yarbudu rabt deydi, chigdi degan gap. Ribat degan asli rabata yurabitu murabatatan. Chigishdi degan gap bo'ladi. Ya'ni bir narsa bog'lab, ikki narsani o'tirib chigib bunday qilganni rabt deydi. Shu Qur'oni Karimda rabitun degan oyat bor, sabir va rabitun. Sen murabit qilinglar deb. Endi bu yerda ribat degan chigdi degan gap. Ya'ni chigdi degan gapniki o'zi, endi chigirning o'zi sag'r deydi. Sag'r degandiki shu dushman bilan islom davlatidagi orlig'i chegara nuqta. Mana aşağıda sag'r deydi. Sag'rning o'zida aşağı tug'a adam ribat deydi. Ribat asli ribat degan makan degan gap. Ya'ni aşağı tudi degan gap ribatning ma'nosi. Mana ribat degan ism. Mana ribat qilish degan gap, bog'lash degan gap aşağı makan. Mana chigirning o'zida aşağıda turish degan gap bo'ladi asli ma'nosi aytsak. Bo'lmasa o'zini bog'lash ribat degan bir ism bu. Mana bog'lanish degan gap bo'ladi. Unda uni mashad bir kun turishniki o'zi dünya ve dünyadaki barliq narsaning hammasi katta. Nima uchun? Chunki dunyoda narsa hech qanday bir ahamiyati yo'q, u modda. Ammo u odam o'sha bir kun turib aşağıdaki dushmanlarniki hujum qilishni saqlab, qilsa uni mukofot favqulodda yo'q. Nima uchun? Chunki u odam to'g'anlik sababidan dushman yo'q kelmagan ekan, bu yerga odam o'ltirmaydi, bulangchilik qilmaydi, musodir qilmaydi, mana zimmini besib verish degan ishni cho'p qilmaydi. Bu yer çoğun bir iş kılımı o sebepçi oldu. Ama dünyadaki iş neymi o? Bu iş kadar nesmez. Anlamadığın bir müminniki hayatı, bir mümin Müslümanniki ayvasına katta onun. Onun bir kan ibadeti. Es Allah dünyanın mevcudat alemini insanların yaratışını da yaratkan, man ibadet kusu, man işensul da yaratkan. Bu yer öldürüş mesele emez, yok kılış mesele emez. Anlamadığın madem mayada turup bu yer ne kıldı bu adam kağa adamını yaşattı. İslami bir şekil kimlik bilen yaşatışqa sebepçi oldu. Şun bu nemo katı sevap olduğun gibi. Enes radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Enes dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cezmen ettigen demeyiş Allah'ınki yolu da ettigenlep meyiş yakin keşkurunda rahmetinde keşkurunda meyiş yaxşıdır. Dünyadın ve dünyadaki nesedin çoğu yaxşı. Meşhur dünyanın işte barık nasıl bir adam basımı. Mene bir adam ettiğinde akşamda Allah yolu için ben cihat kılman, Allah yolu için bir iş kılman dep çıkan adamın işi fevkalade ne boludu? Çok mukafat çok boludu. Manda sahip irşidu deydemdi. Bu adamda gadvetun degan, gada degan, ettiğinde mağda degan, gadvetun ettiğinde degan gap, rahatun degan, keşkurun degan gap. Bu yer keşkurun ya ettiğinde muayyen emas. Yani Allah'ın yolu da meclis şu 24 saat qaysi bir vaqtning o'zidan siz men Allah'ın yolu şunda men cihat qilman, bir ish qilman, mujohid bo'lman deb shunda chiqsingizlar. Bu chiqqanlikning o'zi dunyoni berib akagan savobdimi, buning savobi nima o? Katta. Men aviyatni deganimizdek. Salman Farisi radıyallahu ta'ala rivayet qilindi. Dedi o Salman, anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den anladım ki deydi. Bir keç gündüz ribat turuş. Allah'ınki yolunda. Yani bir keç gündüz ribat kılış. Asli ribatu diyen ayetler makan ne dedik? Bir keç gündeki makan diyen gap. Makan diyen gap bu yerde o ne bulmaydı bu yerde muzaf meksup. Yani Allah'ın yolunda bir keç günde ribat turuş. Yani çigirdi ne kadar aşağıda turuş bir adamın yaxşıdır. Bir ay rozu tutuş ve kaim buluştum. Endi bir ay roza tutup bir adam keçi namaz okuptu. Aş adamniki bir keç gündüz çigirni qo'g'dayman deb aşağı to'g'an bu savabı katta.
Çünkü ma adam özünü roza tutup ibadet kılgan bolsa, uçanık özüden men keçiş namazı özünün şahsi ibadettir. Ama ma işço cemaatniki, umumi xalqniki dep qilgan ibadet. Anda onu özü yaxşı qilgan aqonch qismi ma adamniki mudofaa qilish bilan baya bir qancha ming adam, bir qancha million adam saqlab qolgandiki buni savobi chiqadi ana. Saqlab qilib bu adam namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi, meni yaxshi ish qilgandiki buniki savobi men mush adam bo'ladigan gap, anda buni savobi chiqadi. Va agar deydandi, o'lib ketsa bu adam shu chigirni qo'g'dayman deb meni oqidi. Yani mağdu şu adamga, şu adamniki emriki berdi o adam qildi o ishni. Meni aş chigirniki oldidan qo'dashniki kirishning oldi qilgan bir yaxshi ish bor. Yaxshi ishmi aş adam ashal o'lib ketgan bo'lsa, men ne qilib turdi o adamga, men ma adam qilib turdi, qildi deb firishta yezib turdi. Ma dunyoda qiyomat kishilik. Munda mukofot. Ve yine tehi icrak berildi şu adamga, o adamniki rizqisi. Yani o adam ölgendiyken cennete aşı ve kandaklıda davamlar rızqa o adamga mukofot rizqidan ibaret oldu. Berilip turdu. Ölüp ketgendiyken. Ve yine o adamni saqlındı nemeden pattanladı. Yani azdurduğan aşındaq nemelerden kişilerdeki mesela pitninden ve hatırcan boludu adam pitni taşıgıcı, pitnik taşıgıcı kişinin. O kavim mesela kabirdeki sorakten men so'roq sınaq so'roqlar var onundan. Ondaki şeytani qiliqdan, ondaki dünya bağını her qanday yılqı namazlar, aşta qiliqlarniki o'zidan men bu adam xotirjam qoladi. Manda mukofot. O adam o ishchi bo'lmaydi. Yani qabri so'roq olmaydi deydi. Qabri so'roq olmaydi. O adam o yerda oldirdigan ya anda munda qiladigan bunda ish uchun bo'lmaydi. Ma dunyoda xotirjam qilib qoladi deydi. Yani o'lib bo'ldim deb. Pendan dep uçan mufrat diye vaktinde uçan özüden pettan. Pettan'a yaptığını yani giriptar oldu yani günah iş kıldı ya pitni taşlık kişi diyen gap. Uçan özüde pettan mufrat. Puttan diye vaktinde özüde cem'i oldu yani pitni taşlık bütün neslin özüde bu adam hatırcam çok kep kalıdı. Dedi. Yani demek mene İslami devletindeki çigirisini qoğdaş diyen muşundak muhim. Bizning zeminimiz muştapır İslami devlet olgandikin şu çanıki üzerinden aş zeminimizdeki çiğrasını biz aşında qoğulgan bolsak, men muşunda düşünceler biz bu günün için qanmaydık. Eğer o adamın özü çiğrini qoğdap, men aşında ölüp ketken bolsa, o çanın özü qanday oladı? Men muşunda mukofot oladı. Men ölgen adamdaki hatırca boğulunmaydı. Hayat qilib qolgan vaqt o'zida bu silaq dunyosi bo'lgandan keyin va jihad qilib qo'ydim deb oqidan bidanishni tamanni qilib o'zini xato bir ish qilib amali yo'qolib ketishi mumkin yo shirib ketishi mumkin bu avval. Ammo Allohning yo'lida mushta o'lib ketgandan keyin bu odam mana shu o'lgandan keyin ish yaxshini emas kelib turgan jannat kirib ketdi degan gap. O'sha amillik yo'q, jannat 100 kirib ketdi degan gap. Hayot qilib qolgan odam cho'ma jihad qildi deb o'lmasam bo'ldi degan odamlar bu bunda olmaydi. Yani demek men mushu Allah'ın yolunda İslami devletin çigirisini qoğdap, mene düşmandan qoğdap, muşundaq kişilerge Allah'ın mukafati muştaq olur deydi. Biz bu yerda durib, oy roza tutam, oy degenden göre bir gün aşağı qoğdap qo'ysak, qandaq olur deydi, muştaq mukafati olur. Men muşundaq hadislarda Qur'on-i Karim muştaq mujohidlarga bo'lgan va İslami devlet va musulmonlarni qo'g'dash uchun qilgan ajoyib nimalar bor, mujohidlar qilgan Allohniki muştaq mukafati çok bor. Men muşu mukofoti biz çok qimmatli qildi. Eğer qilib qolgan bo'lsak, bunda tushib bo'lmaydi. Ebu Abbas radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi Ebu Abbas dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mağfiret qadama abdin fi sabilillahi fatamassuhun nar. Fatamassuhun nar. Top olmaydı deydi o. Top olmadı. Bir bendeniki işki kadimi, işki puti Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda bir adamniki kadim top olmaktı. Yani top olmadı. O adamni dövzak sılgay undakçı olmaydı. Dedi. Yani bir adam Allah'ın yolunda cihat kılımen, Allah'ın yolunda men mücahit iş kılımen dep çıkıp şundaklı yolu şundak mansa yani top degan gap yani harakat sayık bundan niyetdan amaliyotdan niyat qilib bu odam amaliyotda putudan mang'an bo'lsa bir ikki qadam
Men muş aymanğanlık sebebinden bu adamni dözak kirmeydiğen şu an. Her gün dövrak kirmeydi, dövrak silmeydi. Dövrak silmeydi, ot silmeydi, ot silamaydı deydi. Anda o anken Allah'ın yolu cihat kılmen dep, Allah'ın yolunda men mücahit olman dep muşta çıkan kişininki muş çıkıp kadem, 5-3 kadem manga adamniki işim var, dövrak silma kirmeydiken. Anda o anken resmi bu adam hareket kıptı, cevap atıptı, hatta o adam şu işlerini kıptı. Bir kanç gün, bir kanç ay. Muşna kıptı, onu deyken ya ülüp gitipti, muşna hoş bunu mukafat kanda oldu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kılıyor, şuna da bir cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bir yer kemmeydi, kapır ve o kapırını öldükçe adam dözekten. Mengü bir yer çok kemmeydi. Dedi. Yani kapır bilen kapırını öldüren kişi kim o? Kapırını kapırda öldüren kişi mümin, mücahit oldu. Hem de mümin, mücahit şu kapırını öldürüşte ben cihat kılmen, ben uruş katlaşman, ilah kelimetla âli kılmen dep çıkkandaki bu adamniki şu çıkkanlık sebebiden ben bu adam ne boludu uçanıki üzüden günahın pak zıp ketidi. Ben tövendeki dediyiz. Günahın hem günah pak zıp ketkendiyken bununla anadiken onu öldürgendiyken şununla günah pak zoğa adamniki bu yerde devzak kirip kapırda bir yerde turuşu her gün bulmaydı. Her gün bir yerde kapırgendiki devzak kirip benim konuda uçağın özüden bana kıyınıp azaplandı. Bana bu yerge ya olmaydı. Şu kapıda öldürülgendiyken o yerdeki dövzaktaki azapniki türüne yiyecek. Türücek oğandaki bu kapırniki ben aşında bir azaplanılan olsa dövzak hep azaplandı. Şu vaktin özüden benim ma öldüge adamniki özü eğer bazı bir hatalık işi yeni bu kalep açtak yine cihat baştakkanlık hata kalması dövzak hep köydü. Yani şu köyge vakti ma kirgen yani üzge ma kapır ma adam şu kirmeyin başka bir yer kirip baştak kalı geldi ki bu var. Ya olmaydı her gün ben bu adam ben aş kapır dep öldürüptü. Ben itikadı asasen uçağın özüde bu resmi mücahit oldu. Uçağın özüde bu adam her gün dövzak diye yayıcı işkisi bir yer kemmeydi o. Kapır dövzak kirdi. Ama mümin çoğu Müslüman mücahit o cennet küçük kirdi o. İşkisi bir yer toplaşmaydı o deyince. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kıldı dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlarınki turmuşunki en yaxşısındır o insanlar için. Mine insanlarınki kişilerinki en yaxşı turmuş neymi deydi? En yaxşı turmuşunki içinden bunda bir turmuş var. O kavun bir adam ki yani ya da muzap mesum yani bir adam turmuşu ki deyin ki yani bir adam ki tutkuçuydu o adam. Yüzdeki o atadaki nemisi noktasını tutuptu Allah'ınki yolunda. Ben Allah'ın yolunda çıkıp bu adamın cihat kılmen, resmi mücahit olman dep bu adam kandakta atınki aşı tanısını, ağamçının noktasını tutup men aştak kıptı ki bu adam aştak tutup mene yetiru ala metnihi. Men uçudu bu adam şu atınki dümbüsünün üstünden uçudu. Yani öğlen çıkıp yani noktasını tutup bu adam menip cihat kılmen dep Allah'ın yolu asım emez. Resmi men mаңды dep yugurip aşındaq idi tarafta aştaq kılıdı. Her vakittaki anılsa men o adam bir varançırım yoki qo'rqinish hay'atda varançırım degan gap qaza degan qo'rqinish. Men mushunda bir gapni anılsa va oyat varançırım voy musulmonda olib ketib aştaq anlagan vaqt o'zida uçilgan bu adam aşan yugurib berib mumkin uçilgan. Voy men bo'pti musulmonning ahvoli munda qilibdi. Voy nemiti menga qanday qilib bo'lmamdi mening o'z ishim demay. Mene aş işimin işim dep aşındakkan bolsa mene haletiki talep kılıdı bu adam öldürüşünü. Uçuşta aşağı verip eğer mümin Müslümana karşı bir kafir aşağı yapmamız dermanı öldürüp atma. Dep atnaş mingen petim aşağı nemi kıptı noksunu tutup başı apırıp yugurip aşağı menipti. Ve ölümlü şu ölümlüki orunu ölümlüki ki ve ölümü talep kıptı ki yani öldürüşünü ve ölümünü talep kıptı ki men bupten men ya ölüp ketmen ya öldürmen dep şu ölüm nazannuhu deydi nazannahu degen yani anladım bedel yani ölüdüğün cayba aşağı cayda bunu talep kıptı. Men ölüp ketmen aşağı şeytip ketay bupta aşağıda kalma karap turmay bu besip başta vajurçuluk aşında
urib mujda harlab açtaq qalapsan bo'lmaydi musulmonlarni deb anjda ushqan bo'lsa, mana bu odamniki turmushi eng katta turmush. Bundan öte yaxshi turmushlik inson uchun yo'q deydi Payg'ambar. Yoki ikkinchi. Ya bir odamniki G'unaymanninki ichida bo'pti. Ya'ni bir odamniki bo'pti, u odam nima bilan kichkina bir patis bilan. Azı g'anam degan gap, g'anam degan pata degan gap qo'y, mal. Nekuzda g'anam deymiz, uning tasviri nima? G'unaymatun. Yani kichkina ya 3-4 ton, ya 5-6 ton, onun necha qo'yni olib bu odam bilibdiki, nadan? Pirasi Şahabatın. Tağınınki nimisida Egistoning cho'qqisidan mataqladın. Ma Egiston cho'qqisi bu odam. Mushu qandaqdi 4-5 qo'yni haydab olib ashu nimik chiqitibdi. Ay jangal tağlıq uşaq yagicho Egiz yagi chiqitibdi xalqni orib pitib basamış olib ketgan. Mana bu odamning turmushi eng xotirjam, eng yaxshi turmushdagi odam. Debdi. Yoki u odam mana Mavadidin, ma bayaban çöl jaziradan bo'lgan bir çöl jaziraning ichiga kirib ketdi qo'ylar, epla. Ya taqchi ketibdi, ya çöl jazira odam bombaga qapirib qaqma aralashmay, mushundaq yashaymay bo'pti bu jahonda deb ketibdi. Mana qandaq bu odam? Men bu odam holatiki u to'g'rizda u odam namozni va zakatini cho'p berdi. Va o'zining Rabbiga nima qildi? Shuni bu odam ibodat qildi. İbadet qiladi ekan. Hattoki u odamga o'lim kelgan qadar bu odam qo'ylarni elib, cho'l jazira tog'larga epchi ketib, chiqib qilib, besh vaqt namoz o'qiydigan, zakot bergan, Alloh nima shu buni qilgan. Men mushu 3 turlik insonlar eng yaxshi nima? Baxtli ubdancho insonlar deydi. Endi zaten birinchi qismida zaten bir odam o'ziniki etini mana o'zi ot deydi. Endi hozirgi davrda ot nima bo'lmaydi, ba'zi yerda bo'lgan bilan hozir masalan mashina yoki qurolliq nima qilgan shu bir narsa motor nima deyiladi, o'zi harbisi deydi. Mushuni ep chiqqan odam turmushi eng yaxshi, meni turmush bo'lgan bo'ladi endi. İkinci, üçüncü gap. Birisi mallarını elib, o adam taqchi ketibdi, yine bir söz jazichi ketibdi. Bu adam en yaxshidir. Anda o'g'an ekan, bunuga asosan o'limalarimiz mush masalaning o'zida ixtilof qilishlik. Ya'ni mushundaq zaman mushtaq bo'lib ketgan vaqtning o'zida urush qilsa yo'q, qanday qilaman deb yuriydi. Endi urushga varang churuq qilsa mushtaq bo'lib ketdi. Bundaq vaqtdagi o'zida mana u odam darhol sirtga ketish kerak. Bu yerda og'irlib ketish kerak. Yani özlet deydi. Bu yaxshimi yoki ağırlışıp yutib qilish yaxshimi deydi. Ba'zi o'limalar men Sofi va Zayd deyotgan, men o'zini Zayd deb atayotgan bu insonlar mushni qo'ysa o'shaga elisini asos qilib. Men musulmonlar bilan nima ishim deyman, men o'zimning ishini qilay ya xotirjam deydigan Sofilar va kaza kishilar bor. Men siyosiy ishga aralashmayman, hech qanday qilmayman deb. Men bular bu esa asos qiladi. Bu elsi asas qilib, men payg'ambarimiz mushtaq degan, az zaman mushtaq bo'lib ketdi, arlasa anda bo'lib ketdi, munda bo'lib ketdi. Uningki mushtaq qilmaydi deb mushuni asas qiladi. Endi ba'zilar yo'q. Bu odamniki jamiyatdan ayrilib, u odam yolg'iz u yerda yurgandan bu odamniki o'ziniki jamiyatning ichiga kirib, shu yerda qo'li yetgan qadar u yerda xizmat qilib, ish qilgani eng afzal deydi. Nima uchun? Chunki tarixda o'tgan payg'ambarlar ve onundaki mesela sahabe'ninki devirleri ve şunu da tabi tabi'larındaki seleflerindeki devrinin gözüde yani ma'lum bir kısım boğan bolsunmu şunda kalamıkan bu ketken vakti hiç kandak bir insanlarındaki üzü bu yer cemiyetin ağırlık ketken yok. Bu yerde İslam dinimizdeki asas mesela şahsi ibadet dememiz cemiyetin umumizlik toplum yani cemiyetin tüzeş bunu ıslah kılış asas olan boğandıkken bunu kirişleme o bunda kılış pek yakşı. Çünkü peygamberler unda qılğını yok. Yani qandaq qılsan meyni deb. Unda qılğını yok. Ve onun başka kat sahabeler ve onun başka men muşunda uruş talaş işte bu tusumu men çıkıp ketken sahabeler yoki selefler yok. Onda o iken bu adam aşağıda turup, mehtek turup cemiyetga aralashib, onu hata işi olsa onu deb kuchi yetgan kadar imkon bo'lsa, deyish orqali tuz deyish kerak. Qo'li bilan. Mana shu orqali inkar ani tuzab mushtaq qilish bu afzal deb nima qiladi unuga qaraydi.
Endi müştaq nima qiladigan gap, qaraydigan gap endi. Anda o'g'an ekan, buni qarda ikki xil mazhab bor. Shuna ba'zi insonlar bilan ashudaq qilsa, o'chan o'zida bunda salbiy ta'sir cho'kib qolmaydi. O'chan o'zida cho'l jazir kesimi, o'chan o'zida eski odamni qo'lga yutib qolgan vaqt o'zida hokimiyat qanday qilib apirib tutib uni solab vayron qilib qo'yadi deydi endi. Laysa minan nas illa fi khayr. Emas, mana bu kishi, shu cho'l jazira, cho'l taq chiqib ketgan bu kishi odamlardan faqat yaxshining ichida bo'ladi. Yaxshining ichida bo'ladi. Ya'ni hech qanday aralashmagani faqat u olim ekan, nima ekan, o'chaning o'zida bu odam hamni biladi ekan, namoz o'qish shu paytda bu yaxshining ichida o'za pitpasat yo'q, silah mukammaydi, o'chaning shuni ketadigan gap. Dedi. Endi buni qaragan vaqtimizda, ya'ni ulamolarimiz agar bu odamniki o'ziniki jamiyatga aralashib, o'ziniki e'tiqodi, o'zining axloqiy, muomalasi va ibodatini mana uni qilishga kuch yetmaydi. Ojiz, o'z biladi. O'chanish bu odam chikasmaydi deydi. Ammo u odam nima bo'lgan, ishonch bo'lgan. Zot mana shuni qilmasam bo'lmaydi deydigan, mana iste'dod, mana tushar, mana salohiyat ham imtiyoz, mana bo'lgan kishilarning o'zi chiqib ketishga bo'lmaydi. Bu odam oyat shu muhim. Muhim bo'lgandan keyin uni tuzash kerak. Mana uning uchun isloh qilish kerak. Bu odam qo'li kelgan, kuch yetgandan keyin ham xizmat qilishga bu imkon bo'lgandan keyin ham qolgan insonlar bu odam qarab qolgan bo'lganda qanday qilsam mayli deb shu ubda odamlar, yaxshi ahli ilm odam chiqsa, uchun jamiyat inishda qolmamda, bu ubdanchi bo'lmaydi. Zayd ibn Xolid roziyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Shunadaki jazman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Bir odamiki tayyorlasa o odam bir g'ozini Allohning yo'lida. Allohning yo'lidagi bir g'ozini nima qilibdi? Mana nima qilibdi bu odam? Tayyor qilibdi. Ya'ni men Alloh yo'lida jihad qilmayman deb bir odam chiqqan bo'lsa, u odamning butun ketkichlik bo'lgan, berib kelishlik bo'lgan orliq safar chiqqanlar hammani bu odam tarqibdi. Hammani ep beribdi. Minadigan narsa, atadigan narsa, uni xashlaydigan narsa hammani qilib bergan bo'lsa, faqat g'azo. Men u odam jazman u odam, shu tayyorlagan odam o'z jihad qilgandek bo'ldi. U odam jihad qildi deydi. G'ozi bo'ldi o'zidan. Aynan g'ozi bo'ldi. Bu yerda haqiqiy g'ozi bo'lgan odam. Ammo buni da hukmda nima deymiz? G'ozi bo'limiz deymiz, g'ozi bo'ldi deymizki, osh odamniki, mujohidniki olgan savobini o'zi ham tayyorlik qilgan odam o'xshash bo'ldi. Qanchalik mukofot olgan bo'lsa, men tayyorlik qilib, men jihad qilgan Allohning yo'lida, men din uchun, millat uchun mujda xizmat qilgan bu odam deb, men qila olmaydiganman deb, shu tayyorlik boshqa qilib bergan bo'lsa, buni qancha savob bo'lgan bo'lsa, shu tayyorlik qilgan odam ihsot bo'lib pul berib qilgan odam o'xshash bo'ladi. Va bir odamiki, men o'rinbosar bo'lgan bo'lsa, u odam bir g'oziga, u g'oziniki ahli balvoqlarda. U odam meni jihad qilaman, men din uchun xizmat qilaman, ya ish qilaman deb chiqibdi. Chiqatgan vaqt o'zida buniki o'rnida yana bir odam kelibdi. Buniki balvoqli men mas'ul, men turmushim men qarayman, hamma narsa men qilib beraman deb ashtaqan bo'lsa, o'chaniki o'zida meni bu odammo meni g'ozidir. G'azatqan bo'ldi. Bu g'ozi deymiz deydi. Yani g'ozi deymiz degan aynan g'oziniki sifatniki o'zi, ya'ni ashuniki mukofoti ayni bu odamning uchun bo'ladi deydi. Unda o'g'adikan, men islom dinimizdagi mushundoq jihad qilish va urush qilishdan iborat bo'lgan men bu tuzumchi ashtaq. Buni da ma'lum bir qism chiqatgan bo'lsa, kifoya jihatdan, ya'ni qolganlar qilib shaharni mudofaa qilib, yosh kichik bolalarga, tul ayollarga, yiqib qolgan ayollarga uni qarayman degan bo'lsa, buniki mana ana qanday mukofot qilib qolgan shu ishni qilgan odam hammasining bo'ladi, mukofot jihatniki savobi uchun bo'ladi. Men mundaq nimada o biz mundaq bir mukofotning ichida turishdi. Burayda roziyallohu ta'ala rivoyat qildi, Burayda dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, mujohidlarniki ayollarniki hurmati mana qoidlarga, ya'ni urushga chiqamay shu kelib qolgan kishilarga nisbatan mana mujohidlarniki ayollarniki mana hurmati mana shu kelib qolgan kishilarniki ofisniki hurmati o'xshashdir. Mana urushga chiqamay, shu g'ayrib, masalan, og'riq so'loq teri Ajda kişilerin yüzü çıkamaydı məlum bir sebepten ya ki devletin işini kılmamızda mühim işler var. Men şu adamniki apsıga qandaq hürmetlep şundaq uluqqan bolsa, men bu
mujohidlarni kelib qolgan balvoq ayol balvoqlarning o'zi mana bu odamni shundoq hurmatdi. Shundoq nima u ulug' ish farqi yo'q. O'chanizda ma o'zi apsiga aynan mahram binamiz, nomahram degan yo'q. Ama anladım için şundak nima o hürmetlik endi. Ama fakat namahram bo'ladi shu. Va yo'q, hech qanday bir kishiden keyin qoidlardan. Qayerdan o'ltirdi degan gap, qoidaga chiqamay uy shaharda o'ltirib qoldi degan gap. Shu o'ltirishlardan bo'lgan hech qanday bir kishi yo'qki, men o'rin bosar bo'ladi bu odam bir kishiga mujohidlardan, u mujohidniki nimasida mujohidlardan bo'lgan bir kishiniki ahlida. Mana mujohidniki chiqqan bir yotgan bir odamniki balvoqsin u odam nima qilibdi? O'rin bosar bo'libdi. Men buniki balvoqsin hammani chiqib, hammani men ko'tirman, baqaman deydigan bir kishi yo'q. Uningdan bu odam endi bu yani o'rin bosar bo'lib qolgan odam shu mujohidga nima qildi? Ay mujohidga chiqib bo'lgandan keyin jihodga xiyonat qildi balvoqlarda. Balvoqlar xiyonat qilib, "Voy bu chiqsa, men bolalarning hammani baqaman, hammani qilaman" deydi ekan. Deganlik chiqib bo'lgandan keyin u odamni qilmaydi ekan, uni xiyonat qilib, uni baxmaydi ekan, kori yo'q, ehtiyoji bo'lgan narsani qilib bermaydi ekan. Shuni qilmagan bo'lsa, bunda bir odam yo'q. Agar bu qolsa, meni to'xtildi shu odamni meni qiyomat kuni u odam nima qildi? To'xtildi. Ya'ni ash xiyonat qilgan odamning o'zini ash odam uchun, mujohid uchun qiyomat to'xtatib qo'ydigan gap. Allah to'xtatib, undan keyin Makka sen mana deganting, men mujohid kelsin qani deb aşağı to'xtatdi. To'xtatgandan keyin bir yer to'xtatgan gap. Undan keyin oldi shu mujohid men ash o'rnida shu o'ziniki balvoqam qarayman deb, undan keyin qarma qilib qolgan, xiyonat qilgan, men ash kishiniki amalidan onda bir xoldi. Xolgan narsani oldi deydi. Men o dünya bağlatı bu adam o deb yaxshi namoz o'qib qoldi, uni savob bilan birga keladi. Ammo ani xiyonat qildimi? Xiyonat qilgandan keyin u xiyonat qilgan narsadan keyin o'z sababini to'xtatib sen xiyonat qilgandan keyin sen meniki amilni qolgan narsani aba deydi. Degandan keyin u adam nima qildi? Men qanday o'zim evalimda Alloh ruxsat bergan eli bergan gapda hamdi. Eval bechora adam hech nima qilmaydi. Ya'ni shunda xiyonat, shuna ig'ir gunoh. Famadlannukum. Anda o'niki sening gumoninglar nim bo'lib ketar yiliqi xiyonatga odamga. Qanday bo'lib ketar bechoraning avvali. Ma dunyoda va'da qo'y sil chiqib, men chiqimni sil chiqayversa, men qilib qo'yarsan, bolalarni men qolayman deb qo'yib oqida unmay. Yoki bo'lmaydi, qiz ayollarga xato ishni qilib qo'yib, ash taqqan bo'lsa, meni u chog'da bu odam ahvol qanday bo'lib ketar. Men shundaqa mujohid oning amalini eliversa, o'sha hech nima yo'q bo'lib qolsa, jannatga bir sabab yo'q. Unda qanday bo'lib ketar buning ishi? Sen nima deb o'ylaysan deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho deganti deydi. Yine Abi Mesud Ensari radıyallahu ta'ala rivayet kıldı Abi Mesud keldi bir adam, geldi bir adam bir tögüniki mehtum idi. Yani burundan ilingan. Xatim deydi ama xatime degenge şu tögüniki ya kalıniki eskup kesse mesela buqa kalıniki üzerine buqa yani bağlap ne kıldı bu neden bağlagan nesinin özü xitam deydi. Yani mehtum deydi. Yani şu burundan ilingan bir tögünün üzerine bir adam ekipti. Yani bu ya tögünü o ekipti de bu gem dişi na şaş bek yaman bek şu yelaki tögüken yaşamdı yani undaq onu emez bek kuşluk demek için. Men muşda bir tögünü ekip bu adam depti ki bu Allah'ın yoludur dedi. Uçağınızda yani uruş qavaq özüden tögü degen uruşniki yani nemisiti asas kurallar etti. Hazırki şu yelaki poyoz, maşina degen narsa askerin bir narsa etmağıdı ya bu töge şu vaqtimizda şu narsani etmağıdı dedi. Degandik Peygamber dedi, "Laka biha yawmal kıyameti sabu mi'ati ma'adaqati kullu mehtumetun." Mana sen üçün şu bir dane qilgan aşu sadıqqan aş tögünün beraberdə kıyamet günün 700 dane tögü var dedi. Yoki 700 dane tögünün savabı var. Yoki 700 dane tögünün aynı var. Çünkü kıyamette bu cennet kirgan vaqtida adamlar her xil tögünü, her xil şekilde mındaq minishni arzu qildi ya. Yani demek aşılar tögü oldu desem oldu yapmaydı. 700 dane tögünü sadıqqanniki nemisi oldu savab oldu. Bularniki hemmisi nimidir? Mehtumdur. Bularning hemmisi ki burundan ilingan
nayt nima aşında kuşluq, nayt yaş, aşında çip turulgan, aşında nima o töge. Mujda mukafat var dedi. Yani demek cihat qılıman deb bir adam men tögi çağlıq bir narsa bolgan bolsa, 12 bir dan bergen narsa 700 kişilik boladi. Bu Qur'onda bor nima oyatga uygun. Men 10, 100 o adam niyetiga ham qililgan yiliqi nimasi qililgan, sadaq qilgan aş narsaga bog'liq bo'lsa savob. Qanchaki obdan narsa qilsak, uning mukofoti jiq bo'ladi. Amala qilib qo'ydim deb sun'iy shaklda qilsak, uchanimiz shundoqroq bo'ladi. Yine Abi Said radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Abi Said. Yine Abi Said radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam eberdi bir qo'shinni Bani Lihyan degan qabila tarafga Huzay qabilasidan Bahli Lihyan deb bir oymoq bor ekan. Ya'ni Huzay qabilasi degan Huzayga bir cho'ng. Uning ichida endi bir qancha, ya'ni Ushaq qabila bor. Shuning ichidagi bir Bani Lihyan, Lihyanning bolalari degan bir qabila bor ekan, Lihyanning bolalari. Men bu yerga bir qo'shin evatibdi Payg'ambar. Evatib Payg'ambar debdi shu vaqt o'zidan. Nima debdi buyruq qilib? Liyanbas min kulli rajulayn ahaduma wal ajru baynahuma debdi. Mene qo'zg'ib chiqsin. Har ikki odamning birisi chiqsin. Ya'ni bir qabila bo'lgan bo'lsa, qabilaning yerimi chiqsin. Mene ikki odam bo'lsa, birisi qilib, birisi chiqsin. Lekin ajr ikkisini o'ttirsa bo'ladi. O'chanizda hammada men chiqma deb turib olgandan keyin, o'chanizda u evadiga qabila yuzsa kichik bo'lgandan keyin hammasi chiqish bo'lmaydi. Anda onu Peygamber bu yerden onu ikki adamdan birisi çıksın. Birisi çıkıp uçanın ajr. Ma çıkmaga adamga hem boludu. Ma çıkkan adam qandaq bolgandak bunu muştaq boludu deb Peygamber men muştaq çöt degandi. Deydi. Yani demek muşunda uruş meydanında eğer bir sebepten yoki ma'lum bir sebepten ya çıkıdığan adam az ekan, yani farz kifoya deganimiz shu meni. Ashundaq bolganmiz qolganlar voy chiqisi var. Mesela men savab olaman deb. Uçanın o'zida qandaq boludu? Aşıdak sebepten eğer komandan aşağı diyen bolsa, mani qancha savab bolgan bolsa chiqmagan adam shundoq cho'p bo'ladi. Voy men nemish qildim deb unda desang cho'p bo'lmaydi deydi. Jabir ibn Samura radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi ol Jabir, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam davomlashidi maddin mavjud bo'libchi davomlashidi. Mana Baraha yaprahu degan apal naqisniki qatorida bu ma bariha deymiz, yani ma baraha yaprahu bo'ladi. O'sha davom degan bildirdigan deb ma keldi. Ma yaprahu zaydan qoyma degan hamisha oldu zat o'rtirib degan gap. Anda o'lkin la yapraha hazat din qoyma. Ma din, yani islom din davomli cho'm mavjud bo'ladi. Bu qiyomatga davomlashidi. Bu yo'qolib ketadigan ish yo'q. Meni urushido şu dinle de Müslümanlarınki içinden boğan bir cemaat. İsabetli degan cemaat degan gap. Yani bir qancha yani adam murakkablaştırgan, yani asaba degan tong degan gap qo'y, yani bir qancha bir ideologiya asos qilib tengilib birlashib qolgan bir nima jamoatning islomi. Yani isaba. Yani Müslümanların içinden chiqqan bir cemaat dinni deb davomli urushdi deydi. Hattoki shu qiyomat qoyim bo'lgan. Qiyomat kishilik Müslümanlarınki içinden dinni deb uruşudigan mushundaq çok bir kişiler bo'ladi ekan. Men bu kişilerniki sababidan ma din davomli çok turdi deydi. Anda bo'ladi ekan, siz dinni davomlashtirish uchun, dinni bar qilish uchun qanday qilish kerak ekan? Muntazim bir turkum insonlar davomli chiqish kerak ekan. Bu bo'lish kerak ekan. Zodi bo'ladi. Zodi dunyoning hamma yerida bo'ladi. Ya mayada bo'lmasa, yin bir yerda bo'ladi. Yin bir yerda oyada bo'ladi, mayada bo'ladi. Men hozir ko'ryapmiz. Men mushtaq cho'p bo'ladigan gap. Endi bundoq bo'lgan vaqtning o'zida, ammo o odamning o'zi, ma dinimizga e'tiqod qildik deb hammadan Qur'onni tashlab tutuz qanday qiladi hozir? Hech qanday narsa qilmaydi. U davlat qilmaydi. Musulmon davlat-ku yo'q-ku, ammo musulmon xalqini qo'ymaydigan gap. Kafir qoldilar, bizdan ishtaq qotdiqani. Bizga maya chiqib qoldik. Bizningki tuqqanlarimiz aşağıdaki men ata-onalarimiz shart qilib qoldi. Bunu hem kafir bo'lish majburlaydi. Namoz o'qiyamaydi, ro'za tutolmaydi. Ammo u majbur. Uningdeki balalar uchun, tug'ilgan balalar uchun Alloh Rasul deb dini bir eg'iz cho'ngolmay,
bilmey ayta çoğumuz bu adamda qanday oldu 5-10 yıldan keyin. Qanday adam bo'ladi? Biz mush ishni qilmabdik, meni mudofaa qilish, qo'g'dash. Ham farz ayni qilmabdik, qalab turibdik, shunga ish mushta bo'ldi. Yana Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Abu Hurayra, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Meni yig'ir olmaydi, jarohat olmaydi bir odam Allohning yo'lida. Va Alloh taolo bilgisharadir, anda bir kishiniki Allohning yo'lida yig'ir qilgan kishi Alloh biladi. Ya'ni uning niyati ras Allohning uchun bo'ldi, nima uchun bo'ldi, qanday yig'ir oldi, bu Alloh biladi. Biz ham zohir qarab, shu jihad qilaman deb chiqqandiki bu odam qarapas yig'irib ketibdi, yig'irib ketgandan keyin o'chaning o'zidan men mushuna bir yig'ir olgan odam yo'q. Migarlar bo'lsa keladi o odam qiyomat kuni vaolki o odamniki jarohati yarsen, meni tamchib chiqirib turdi bu odam qonni. Ash yarning o'zi qonni chiqib turganda tam qonni o'zi timchib turgan holati bo'ladi. Rengi qonning rengi, ya'ni qon eqib turgan qonning o'zi qip-qizil. Lekin uniki purg'ichi, iparniki purg'an holatda men mushtaqchoq keladi. Ya'ni demak Allah'ın yolu cihat kılma deb çıkıp uya buraya yığır olup ajındak jarohat etib ketgan bo'lsa, buniki mukofoti uchun mushu. Ammo u odam jarohat bo'lmay, u odam o'lib ketdi. O'lgan bo'lsa, buning mukofoti buningdan favqulodda yuqori. Shunga mujohidlarniki Alloh yo'li jihatga odamniki jihat maydonida rasmiy makofir musulmon deb o'lib ketgan. Bu bizning vatanimizda. Ashta o'lib ketgan, ash ishni qilaman deb. Odamning o'zi mana ash o'lgan hamadamlar ashundaqla o'ldi, o'lgan birinchi tamdan tortib hammasi ashu mizon to'g'ri tushdi deb. Ujat pirishta tutib turdi aqanni deb. Manda hurmat qanamdi. Shundaq atrof purab ketdi deb. Manda mukofotga bo'ldi bunda olmaz. Endi mushundaq jarohat o'zimizda bo'lgan, uniki usti o'tib ketgan bo'lsa, qiynalib to'masa, qiyin jarohat o'tib turgan, hammasi shuning ishi uchun kirdi. Deydi. Anas radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Anas, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Yo'q, hech qanday bir odamdagi kirdi jannatga. Jannatga kirib bo'lgan odamdan meni yo'qki yaxshi ko'rdi u odam. Meni dunyoga yenishni va nolki shu odam uchun bordir zamin da hamma narsa shu bir şey bor. Meni zimindagi narsa u odam uchun bor, ya'ni bir şey edi zimindagi narsa hammasi dunyo va zimindagi narsa hammasi u odamga meni nima qilsin, men bo'lsin. Men shu bir qaytib kelay deb jannat kirib bo'lgan odamniki o'zi bundoq bir meni orzu qilgan bunda bir qilgan bir odam yo'q. Migarlar shahid ashtaq qildi. Ya'ni shahidning o'zi jannat kirib bo'lgandan keyin, undan keyin nima deydi? Undan keyin men dunyoga chiqib undan keyin bir shahid bo'lsam, nima qilsam-chi, mushtaqchu deydi. Endi bu migarlar ashundaqchu shahid ashtaq deydi. Meni orzu qildi. Shahidningki o'zi qanday qildi? Shahidning o'zi orzu qildi shu qaytqay u odam dunyoga. Dunyoga qaytsam bo'ldi ekan deb. Jannat kirib bo'lgandan keyin, hamma mukofoti kirib bo'lgandan keyin faqat dunyoga chiqib mushtaq qilsam bo'ldi degan ishniki o'zini orzu qilib mushtaq yaxshi ko'rishni ishni faqat qolgan odamlarga nisbatan shahidlar mushtaq deydi. Shahid mushtaq deb men bu dunyoga qaytib chiqqan bo'lsam, yeni aşağıda nima qilgan bo'lsam, yeni o'ltirilgan bo'lsam 10 qator. Mushundaq yeni chiqib, yeni o'lib, yeni shahid bo'lib, yeni mushtaqdan bo'lsa, ma Allohning mujohidlarga, men Allohning yo'lida shahid bo'lgan kishilarga bergan mukofotiga qarab, men mushtaq bo'lib ketgansan bo'lsam kerak deb, men mushtaqchi deb ketdi. Alloh shu mujohidga, ya'ni shahidga bergan ash mukofotiga qarab. Qolgan odam orzu qilmaydi, taz ubdaya kirib deman deb shuk turdi. Ammo ma odamning o'zicha undaqchi qilmaydi. Deydi. Nimişkan? Nimersiyatlılık kördü bu mücahit yani şehit men keramettin. Men şu şehitniki üzün uluk bağın mukafat, inam, ihsan qarab o şunda dep ketdi. Men çıksam, yeni kirsem, mujlab 10 qata, 20, 100 qata yani muayyen san emas. Mujda bo'lib ketgan bo'lsam bu ketgan taxiy mukofatini chiqarib, mushu şehit oluşniki derajaga qarshi kelib emas mukofat deb mujdaqchi deb ketdi deydi. Endi shahid degan nima?
Şehit degan şahada yaşadı şahadetten degan hozir oldu degan gap. Şehidin bu isim sifat mushabba fa'ilun vazi kelgan. Fa'ilun vazi kelib buni maf'ulun mansi bo'ladi. Yana birisi fa'ilun vazi kelgandiki buniki birisi fa'ilun, yana birisi maf'ulun mansi kelgan gap bor. Endi şehit degan gapning o'zi maf'ulun vazi mansi kelgan bo'lsa shahid qilingan, hozir bulungan degan gap. Hozir bulungan degan gapniki o'zi men bu adamlarniki o'zi shahid bo'lgan adamlarniki o'zi jannatga kirishga mukofotga allamaqacha nima bo'ldi, hozir bu bo'ldi degan gap. Men hozir bu bo'ldi. Hozir bulungan degan bu ma'noda yoki firishtaning o'zi firishtalar va shu kishilarning o'zi firishtaning o'zi bu odamni hurmatlab u yerga hozir bulungan odam degan gap shahid yoki hozir bo'g'chi ism fa'il ma'nosida hozir bo'g'chi degan gap o'lgan odamlar bu odam jannatga kirishi hozir bo'ldi hozir buni ko'rib bo'ldi shundoq shu qon chiqish amali jon chiqish amali o'sha jannatga kirib bo'ldi bu odam hozir bo'ldi degan ma'noda men mushu ma'no bilan shuni nima deymiz islom dinimiz uni shahid deymiz. Bu shahidlik shahid bo'lish nima uchun avvaldan jihad bo'lish kerak. Jihad nima uchun bo'lish kerak? Alloh yo'lida bo'lish. Alloh yo'lida nima? I'lo kalimatulloh bo'lish kerak. Onadiki bu nima bo'ladi? Jihad bo'ladi. Men mushu yo'lda o'lgan bo'lsa shahid bo'ladi. Meni bulug' bergan Allohning mukofoti meni shahid Alloh ulug' bergan mukofot shunda qarab men ashda o'lsam, yeni tirilsam, yeni mushta olib kelsam, yeni shahid olib kelsam deb keladi. Men Alloh taolo men mushularga bergan men mukofot men mushundaq nima o katta. Hammamizni Alloh taolo men mushu katta ne'mat, katta bir in'omga Alloh taolo bizni muyassar qilsin. Haqiqiy taqvo muttaqi bo'lib, jihad qilgan haqiqiy mujohid, saxta emas. Amaliyotda jihad qilgan. Hozir endi mujohidlarniki jihad degan mushlar katta, mujohid degan cho'ng bir nozik, shundoq ubdan katta, yaxshi bir nom bo'lganiki, buningdan foydalanib eski odamlar suiiste'mol qilib ashtaqchi qo'yadi. Buni yo o'qib turib qildi, yo o'qimay turib qildi. Ya o'qitib qilsa bu mujohid degan go'yniki islom diniga shuar hamda buni vayron qilaman, qani ho'digiz qilaman, Qur'onni bekor. Uni aks qilaman deb, o'sha xato ishni qilib men mujohid deb turib, bunda qilish uchun mumkin. Unda yo'q degan olmaydi. Quvvatga ishlar shu hozir ba'zi ishlarniki. Men Alloh taolo bizni haqiqiy taqvo muttaqi qilib, haqiqiy mujohid Allohniki kalimasi odiy qilgan. Men mushu yo'lda meni ish qilib, shu yo'lda meni jihad qilib, shu yo'lda shahid bo'lishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan odamni shu yo'lda qiladi. Hamma odam emas. Va oxir da'vona alhamdulillah.